O'zbekistonda hozirda 70% dan oshiq odamlar animeni yomonlaydi yoki detskiy deydi. Qolganlar bo'lsa, o'zing detskiysan oldin ko'rib keyin gapir deydi. Men bo'lsa ikkalasiga ham qo'shilmagan bo'lardim. Hatto meni asosiy ishim shu animeni orqasidan bo'lsa ham. Savol o'zi bizga anime kerakmidi? Hammamiz kichkinaligimizda ikki xil narsani tushunardik. Birinchisi kino va ikkinchisi multfilm. Bo'ldi, boshqa hech qanday narsani o'ylab o'tirmasdik. Lekin hozir deyarli hamma joyda animatsiya bilan animeni farqi ajratila boshladi. O'zi multfilm bilan animeni nimasida farq bor desanglar, anime bu chiziladi, ya'ni bu 2 da degan bo'ladi. Multfilmlar bo'lsa 3 da qilinadi. Keyin animelar 90% Yaponiya personajlaridan bo'ladi. Multfilmlarga bo'lsa vashi farqi yo'q. Menimcha sizlarga to'g'ri tushuntirib, ikkalasini ajratib berdim deb o'ylayman. Endi yana O'zbekistonga qaytamiz. Nega O'zbekistonda bunaqa heytga uchraydi anime ko'radiganlar yoki anime ko'radiganlar o'zi bunchalik darajada ta'sirchan bo'lib qolishi mumkin? Masalan, tasavvur qiling, siz 16 yoshdasiz va maktabda sinfdoshlaringizga anime ko'rishingizni aytdingiz va ular nima deyshadi? Katta ehtimol bilan sizni detskiy deyshadi. Yoki boshqa odamlarga ham aytdingiz, yana shu gapni eshitdingiz. Keyin xayolingizdan bir narsa o'tadi. Agar anime ko'rsam, demak odamlar meni yomon ko'rar ekan, detskiy deyisharkan, sharmanda bo'lar ekanman deysiz. Endi ikkita ehtimol bor. Yo animega bo'lgan qiziqishingiz pasayib, siz ham heyterga aylanasiz, yoki hammadan bekitasiz anime ko'rishingizni. Lekin nega O'zbekistonda o'zi odamlar bunchalik darajada yomon ko'rishadi animeni? Chunki anime multfilmlarga o'xshaydi va animatsiya qilinadi. Mana nega odamlar multfilm detskiy deyshadi. Lekin agar siz animega qiziqib qatdan ko'rishni bilmasangiz, unda sizga Aniblows tavsiya qilgan bo'lardim. Aniblowsda sifatli ovozda animelar ko'rishingiz mumkin, albatta ancha yaxshi formatda. Shuncha yangi chiqayotgan animelarni kechiktirib ko'rish o'zi kimga ham qiziq? Xo'p, o'sha gapga qaytamiz. Anime o'zi detskiychami? Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Google o'rganishi bo'yicha anime ko'radiganlar 17-18 yoshdan boshlab 30 yoshgacha bo'lar ekan. Lekin bizning O'zbekistonda bo'lsa juda ko'p yosh bolalar ko'radi, kattalardan ko'ra. Lekin men 3 yoshli Baby Shark ko'rib o'tiradigan bolalarni aytmayapman. Gapinglarga 25% qo'shila olamanki, anime detskiycha. Sababi o'tda ko'zi katta personajlar va sochlari qanaqadir g'alati va har kuni 100 ta anjumani qilib galaktika darajasiga chiqqan personajlar ham bor. To'g'risini aytsam, fantastika haddan tashqari bo'lib ketsa ham, syujet normalniy bo'lsa, o'shanda bu narsaga ko'z yumilib ancha yaxshi qabul qilinadi. Sizlarga nima bilmadim-u, lekin menga ma'budlarga qarshi urushish yoki kosmosda qanaqadir quvvatlar bilan birga urushish, bilmayman, bunaqa narsa menga yoqmaydi. No, tan olsanglarchi, baribir bu qanaqadir ertaklarga o'xshaydi. Xullas, meni aytganimdek 25% sizlar aytgan detskiy degan gapinglarga qo'shilaman. Ha, bu narsa detskiycha-yu, lekin bu yoqda haqiqatdan ham shedevr animelar ham bor. Naruto, Titanlar hujumi, One Piece, Monster, xuddi shunday animelar. Bular orasida Titanlar hujumi degan anime shu darajada haqiqiy shedevr o'ylab topilganki, bu animeni ko'rganimda men ikkita qo'limni ko'tarib absolut sinemada o'rganman. To'g'risi bunaqa vibe hech qanday anime yoki multfilm boshqa hech qachon bera olmaydi. Ana endi Naruto haqida gapirsa, bilaman juda ko'pchiliginglar ko'rgansizlar Narutoni, endi ko'rmaganman desanglar ham bilaman ko'rgansizlar. Agar siz animeni anime qilgan Naruto desangiz, sal adashasiz. Animeni anime qilgan bu Pikachu va shu davomiylikka davom ettirgan bu Naruto deb hisoblaymiz. Agar siz animeni shu darajada yomon ko'rsangiz ham, baribir Pikachu haqida eshitgansiz va katta ehtimol bilan Naruto haqida ham. Men Narutoni ko'rmaganman, nima u telefonimda detskiy gaplaring bilan jonga tegarding-ku, bo'ldi. Ha, mayli, men uzoq yo'ldan olib kelmoqchi edim. Endi qisqaroq yo'ldan boramiz. Men anime ko'rganimdan keyin hayotim o'zgardi. Meni hayotimga quvonch kirdi. Omadim keldi. Ronaldo menga Instagramdan podpiska tashadi. Uxlagan paytimda $1 million yonimga tashab ketishdi. Lekin bu tomonda bo'lsa, animeshiklar hali ham katta bo'lmaganda yurishibdi kichkina bo'lib. Sen o'zbek emassan, sen xitoyliksan. Xullas, sizlarga men hozir ozginagina maslahat berib ketaman. Xohlasanglar maslahatimga amal qilinglar, xohlamasanglar o'zinglar bilasizlar. To'g'ri, tan olish kerak, anime qanaqadir kino emas, serial emas, ya'ni u chiziladi. Shuning uchun uni multfilm deb sizlar hisoblaysizlar. Ya'ni sizlar janrlarni farqiga bora olmaysizlar, chunki sizlar bu narsani tushunmaysizlar. Men tushunmagan odamga uzoq tushuntirib o'tirgim kelmayapti.
Sizlar buni multfilm deylarmi? Mayli, bu o'zingizlarning fikringlar, lekin bitta narsani ko'lab o'tirish ham bu katta insonning ishi emas, ya'ni bu ham detskiylikka kiradi. Xullas, sizlarga maslahatim o'zingizlarning fikringlarni faqat o'zingizlarning ichingizda saqlanglar va bo'lar bo'lmasdan odamlarni so'kib yurmanglar. Ya'ni dunyoda 8 milliard odam bo'lsa, hammasi bir xil yashash kerak degan narsa yo'q. Va endi gapim animesiz hayot yo'q. Anime bo'lmaganda qanday yashardim deydigan insonlar uchun. Ha, mayli, bu gap qo'yib turinglar, lekin real hayotda anime personajlariga erga tegan yoki uylangan odamlar ham mavjud. Meni fikrimcha bu shunchaki umrni befoyda sarflash, u odamlarni o'zi xursand bo'lsa bo'ldi. Lekin bu umuman yaxshi narsa emas. Bu narsa sal g'alati eshitiladi, lekin men ham oldin animega mukkasidan ketgan insonlardan bittasi edim. Men real hayotga uncha e'tibor bermasdim, ko'chaga kam chiqardim va asosan anime ko'rib o'tirish yo uyda nimadir ishla qilardim. Xuddi xayolimda real hayot umuman qiziqmasdi va shunchaki hayotim anime bilan bo'lib ketgandek. To'g'ri tan olaman, anime bir xil payt juda ham qiziq va grafikalari zo'r bo'lgandan real hayotga biz bog'lab yoramiz. Lekin esingizdan umuman chiqarmanglar, anime bu real emas. Va men ham hammaga o'xshab orzu qilardim anime olamiga tushib qolishni. Sizlarga maslahatim, hech narsaga haddan tashqari fanatlik qilmanglar yoki unga bog'lanib qolmanglar. Chunki bu dunyoda hech narsa abadiy emas. Butun hayotinglarni fanatlikka yoki faqat soxta narsalarga ishontirib yursanglar, unda hayotinglar mazmunsiz bo'lib qoladi. Uyingizda bemalol ovqatlaning, qanaqadir mashg'ulotlar qilib ko'ring, ko'chani aylaning va vaqtingiz bo'lgan paytda 1-2 soat anime ko'rishga sarflasangiz bo'ladi. Bu meni anime ko'radiganlarga bo'lgan eng to'g'ri tavsiyam bo'lib qoladi. Xo'p, mayli, rahmat kattakon shu joygacha ko'rganingiz uchun. Meni hozirgacha aytgan gaplarimni to'g'ri tushundinglar deb o'ylayman va kim animeni yomon ko'rsa va yaxshi ko'rsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ko'ramiz qancha odam yaxshi ko'rar ekan va qanchasi yomon ko'rar ekan.